Buni narxini eshitsangiz o deb aytasiz. Chunki bu o deyiladigan mahsulot. Bu nimaga ishlatiladi? Qonda temir moddasi kamayib ketadigan bo'lsa, qon kamayib ketadigan bo'lsa, shuni maksimal demaylik, yaxshigina tiklab beradigan mahsulot hisoblanadi. Tabiiy. Kimlarga kerak bo'ladi? Tug'ruqdan keyin qon kelib ketadi, to'g'rimi? Shuni o'rnini bosadi, qonni tiklab beradi. Hayz ko'rgan ayollarda ular ham qonni ko'playdi. O'zi tabiiy qoni kam odamlar bo'ladi. Jonsarak. Shular ham qonni tiklab beradi. Shuning uchun yosh qariga hammaga to'g'ri keladi. Erkak va ayol, faqat ayollarga emas. Buni ichishdan oldin buni ichganni tavsiya qilaman. Boshda ochishinadan boshlash kerak, tozalanishdan boshlash kerak. Agar tozalanib turib ichadigan bo'lsangiz, effekti duaynoy bo'ladi. Tozalanmasdan ichadigan bo'lsangiz, effekti duaynoy emas. Tushunarlimi? Shuning uchun tozalanishdan nima kerak? Bu asosan gijja parazitlarni yo'qotadigan tabiiy vosita. Bu gijja parazitlarni organizmdan quvadi. Gijja parazitlar bizning ichimizda maza qilib yuribdi. Ularga ham vitamin kerak. Siz yegan vitamindan u ham foydalanadi. U ham nasl qoldirish kerak, farzand ko'rish kerak. To'g'rimi? Bizga o'xshab. Shuning uchun u hayotni davom etaverish kerak. U bizga ichimizda maza qilib yuribdi. Uni ichimizdan chiqarish kerak. Bu ichimizdan chiqarib beradigan mahsulot hisoblanadi tabiiy yo'l bilan. Buni ichasiz, tozalanasiz, keyin mana bundan ichasiz. Shu bilan sizning sog'lig'ingiz mana bunaqa bo'ladi. Qondan problema bo'lmaydi. Qoningiz baland bo'ladi. Naborot, donor bo'lasiz, donor. Tushunarlimi? Donorni bilasiz axir. Qon berasiz, qon. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. Ikkalasini oladigan bo'lsangiz dastavka bepul. Narxlariga qiziqadigan bo'lsangiz nima deb yozasiz? Qon deb yozing.